inshaalloh hammamizga mana shunaqa uylar nasib qilsin. Navbatdagi xonadonimiz Chilonzor 11-kvartal Sher kafening yonginasida joylashgan 2 xona 3 xona qilingan tayyor 1-qavatda 1,5 balkonlari bilan xonadonimizni tanishtirib o'taman. Xonadonimiz asosiy kirib kelish eshik qismi bu yoqda zal qismimizda joylashgan. Ko'rib turganlaringdek juda ajoyib dizaynda qilingan uyimiz. Bu yoqimiz spalniy. Bu yoqda oshxona qilingan. Bu yoqda bitta detskiy xonamiz. Eshikdan kirib keldik. Sanozorlarimiz razdelniy qilingan. Ko'rib turganlaringdek yangi, hali hech kim yashamagan. Bu yoqda chiroyli turetskiy divanlarimiz qo'yilgan. Bu yoqda o'tirib mazza qilib, kechqurun oilaviy televizor tomosha qilib, gaplashib, maslahat qilib o'tirsanglar bo'ladi. Va bu yoqda stullarimiz qilingan, idish tovoqlarigacha bor. Xonadonimizning ikkinchi xonasi, kattalar yotoqxonasi, spalniy qilingan, shkaflari bor, tosh oynalar qilingan, pardalar ajoyib. Bu uyni men kimlar uchun tiladim? Bu uyni qalbi toza, oq ko'ngillilar uchun hammamizga mana shunaqa uylar nasib qilsin inshaalloh. Bu yoq oshxona qismi bo'lgan, oshxonani balkonga ko'chirib bitta detskiy xona qilingan. Detskiy xonamizda ham shkaflari qilingan. Ko'rib turganlaringdek bitta bolalar jonlarimiz uchun yetarli sharoit bor. Bu yoqda esa ayollarimiz sevgan oshxona. Oshxonamiz xolodilnik, kuxna mebellari bilan qilingan. Bu yoqda suvlar ishlaydi. Birinchi etaj. Euroremont mebel texnika. Chilonzor 11-kvartal. 48 metr kvadratdan iborat. Egalar bilan gaplashdik. Narxini esa $73,800 qildik. Pashti taqalgan narxi, agar kelsanglar, qo'l ushlab, sunnatiga u narsa o'tkazib gaplashsanglar bo'ladi. Uyimizni qaranglar. Juda ajoyib. Dizaynlarni juda zo'r qilgan. Kechqurun ishdan charchab kelganingizda mazza qilib, oilaviy gaplashib, maslahat qilib, shunday zo'r uyimizda. Ko'rib turganlaringdek, unchalik ko'p maqtamaymiz uyimizni. Ko'rib turganlaringdek hamma sharoitlar bor. Hamma narsasi qoladi. Hali hech kim kirib yashamagan xonadon bu. 77 kodi bilan 043 56 40 nomerlarga telefon qilib bosib o'rsanglar bo'ladi.